Tayvan parlamenti 2022 yılı 31 dekabr günü bilet taşlab, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb to'nigan. Buning bilan Tayvan Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat deb to'nigan g'arb parlamentlarining sepiga qo'shilgan. Hozir qadar Amerika hukumati va davlat majlisi Kanada, Angliya, Belgiya, Gollandiya, Fransiya, Chexiya va Litva qatorliq nurg'un davlatlarning parlamentlari Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish siyosatini irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgan. Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi 1989 yildagi Tiananmen o'quvchilar harakatining rahbari O'rkash davlatning bildirishicha, Tayvan parlamenti parlament kishilik huquq komitetining turkisi va komitet raisi Wang Dongyuning taklif loyihasi sunishi bilan 30 dekabr bilet tashlab, Xitoy hukumatining Xinjiangda kishilik huquqqa ig'ir buzg'unchilik qilganligi, uning harakati irqiy qirg'inchilik tashkil qilganligini qaror qilgan. Qaror loyihasida yana Xitoy hukumatining ayblanishi va uningga qarta embargo yurgizilishi kerakligi, shundaqla Tayvanning Uyg'ur xalqidan hal so'raydiganligi ta'kidlangan. Ma'lum bo'lishicha, Tayvan parlamentining qarori Uyg'ur lager shoidi Mehrigul Tursunning lagerdagi kechmishlari asosida yozilgan Bars kelmas yer nomli kitob. Tayvanda Xitoycha tarjima qilinib nashr qilingan bir vaqtda ma'qullangan Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining raisi Wang Dongyu 30 dekabr bu kitobning nashr qilinish munosabati bilan axborot yig'ini o'tkazib, Tayvan parlamentining qarorini e'lon qilgan. O'rkash davlatning aytishicha, Wang Dongyuning Tayvan parlamenti sungan taklif loyihasini 14 nafar parlament a'zosi qo'llab imzo qo'ygan bo'lib, Tayvan parlamentida hech qanday qarshilik uchirmagan. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Ankara'da o'tkazgan 2022 yillik xizmat xulosa yig'inida Turkiya Xitoy munosabati haqida to'xtalib, Xitoy davlatining Turkiyadagi ba'zi Uyg'urlarni qaytarib berishni talab qilayotganligini, Turkiyaning hargizmi qaytarib bermaydiganligini o'ttirib qo'ygan. Muxbirlarning kutilish yig'inida Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatda Uyg'ur masalasi haqida tafsiliy to'xtalgan. 29 dekabr kuni Media Gazeta nomli tor gazetada e'lon qilingan bu vaqtdagi xabarda tafsiliy berilgan bo'lib, Mevlut Çavuşoğlu Uyg'urlarga bo'lgan pozitsiyasi tufayli Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatda chekinish bo'lganligini, Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi ostirlashning butunlay Xitoy tufayli o'ttirib chiqqan ahvol ekanligini, Xitoy o'zlaridan Uyg'ur masalasiga tutgan pozitsiyasidan bearam bo'layotganligini, bo'libmi xalqaro sorunlarda Uyg'ur turklarining haq huquqini qo'g'dishining Xitoyni qattiq bearam qilayotganligini bildirgan. 2017 yildan bugungacha Turkiya prezidenti 3 qitim, Tashqi ishlar ministri 5 qitim, Tashqi ishlar ministrlik bayonotchisi 3 qitim, hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi bayonotchisi 3 qitim bayonot berib, Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyatini o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mo, o'qitish partiyalar buning bakli yetarsiz ekanligini ilgari surmoqda ekan. Xitoyda Xitoy virusining keng ko'lamli tarqalishi sababli yuqumlanib o'lguvchilarning soni shiddat bilan oshib, jasad ko'ydirish o'rinlari kecha-kunduz ishlamoqda ekan. Xabardor kishilarning to'rbatlarida bildirishicha, Sichuan elektr o'choq po'lat zavodi yerlik hukumatga jasad ko'ydirish va dafn murosimi o'tkazishni iltimos qilgan ekan. Ammo bu xabar Xitoy hukumati tomonidan o'chirib o'tilgan ekan. O'tgan 3 yildagi Xitoyning nolga tushirish va tozalash siyosati mag'lub bo'lgandan keyin dekabrdan boshlab Beijing, Shanxay, Chengdu va Guangzhoudagi jasad ko'ydirish dafn o'rinlarida o'liklarning jiqligidan uzun o'chirib turib, navbat saqlag'uvchilar kundan kunga ko'paymoqda ekan. Xitoy yuqum ahvoliga oid haqiqiy uchur va sonliq ma'lumotlarni yoshirganligi uchun New York vaqt gazeti tashqi dunyoning Xitoydagi yuqum ahvolining ig'ir yenikligiga hukm qila olmayotganligini, buning xuddi bir cho'ng tipdagi ilmiy tepishmoqqa o'xshaydiganligini bildirgan. Nurg'un Xitoy to'rchilar hozirning o'zida doktorga ko'rinish va dori setib olishning qiyinligini, jasad ko'ydirish vaqtining keyingi oyda navbat keldiganligini, amalsizlikdan 10 Xitoyning motam kiyimlarini kiyib, ochiq oshkora holda o'lgan tuqqanlarni ko'ydirayotgan sin ko'rinishini oshkorlagan. Undan boshqa Xitoy iqtisodshunosi deb atalgan Weibo hisoboti Li Sanxiao 29 dekabr kuni Sichuan elektr o'choq po'lat temir zavodining yerlik hukumatga yozgan xatini oshkorlab, bu yil kirganda buyon po'lat temir zavodining ko'pinchisi ishdan to'xtagan yoki yerim to'xtab qolgan holatda, uskunalar bekor, xizmatchilarning dam olayotganligini, yuqum ahvoli va boshqa omillar tufaylidan jasad ko'ydirish dafn o'rinlarining uskunalari xizmatining normidan eshib yetishmayotganligini, kundan kunga ko'payayotgan o'liklarni vaqtida bartaraf qilish uchun shundaqla po'lat zavodining jasadni elektr o'chiqida ko'ydirish vaqtining qisqa bo'lganligini ko'rsatib, yerlik hukumatdan jasad ko'ydirish va dafn qilish kasbini iltimos qilgan ekan. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, sanoat elektr agma o'choqning temperaturasi 1800 Selsiya gradusga yetadi ekan. Sichuan elektr o'choq po'lat temir zavodining jasad ko'ydirish tijoratiga qo'shilmoqchi bo'lgan xiti to'rchilarni qattiq cho'chitgan ekan. Nafas ravon bo'lmaslikning sababi nima?
Nafas ravon bo'lmaslik nuqul kasallik alomati emas, balki nafas yo'lining to'silib qolishidan bo'lishi mumkin. Havo o'pkaga kirib, burun bo'shliqi, yutqunchoq, kekirdak qopqiqi, kanaycha, yana har darajali kanaychalardan nafaslanish inchik kanaysigacha, ondan haqiqiy turda oksigenni sumirib, oksigen almashtirish rolini o'ynaydi. Bu jarayonda har xil to'silish yoki tariyish ahvollari ko'rilib, nafas yetishmay cho'nqur nafas olishga to'g'ri keladi. Bu xil ahvolda kasallik sababini tepib chiqish kerak. Masalan, ba'zi kishilar kanaycha tuberkulyozga giribtor bo'ladi, o'sma paydo bo'ladi. Bularning hammasi nafas qilishni keltirib chiqardi. Uningdan boshqa yana bir qism asosiy kasalliklar bo'lsa, kanaycha ziqqisi, so'g'ilma to'silish xarakterlik o'pka kasalliklari, kanaycha kengayish qatorliq o'pka kasalliklari, ko'krak bo'shlig'iga suv yig'ilish, tojisimon yurak kasali, yurak sanjiqi, yurak iqtidori to'liq bo'lmagan bemorlarda dam siqilish alomatlari ko'rilishi mumkin. Ba'zida uzun vaqt xo'rak tortgandimi yuqorqidek alomatlar ko'riladi. Burun qalqini qilinlash, yutqunchoq bo'shliq tariyish yoki harakat chidamchanlik tuvanlash qatorliqlarning hammasi bu xil nafas yetishmaslik alomatlarini keltirib chiqardi. O'pkaning iqtidorini ilib essak, agar o'pkaning normal yoki normalsizlikni bilmoqchi bo'lsangiz, cho'ng doktorxonalarga berib o'pkaning iqtidorini tekshirtib, o'pkaning iqtidorida normalsizlik bor yo'qligini bilish kerak.